Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda navbatdagi sessiyaga kiritiladigan masalalar dastlabki tarzda muhokama qilindi. Mazkur komissiya a'zolari viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi viloyat boshqarmasi hamda viloyatdagi boshqarma va tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishda xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasiga kiritiladigan masalalar dastlabki tarzda ko'rib chiqildi. Yig'ilishda viloyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim va dolzarb masalalari, shuningdek viloyat salohiyatidan kelib chiqqan holda mahalliy byudjet daromadlari qo'shimcha manbalarini shakllantirish, ulardan foydalanish yo'nalishlari, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishning aniqlangan rezervlari, ishsizlik va bandlik holati, bozorlar va ulardagi narx-navolarning holati to'g'risida mas'ullarning hisoboti eshitildi. Shu bilan birgalikda o'z boshimchalik bilan egallab olingan yerlarni masalalari ko'rib chiqildi, hamda ba'zi mahallalar aholi son jihatidan juda bir kichik bo'lganligi uchun mahallalarning birlashtirilish, ularni demak chegaralarini qaytadan bir ko'rib chiqish masalalari ham bugungi kunda doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Mana hozir OLS kasalligiga duchor bo'lganlarni davolash uchun albatta alohida ularga e'tibor berilishi kerak edi. Shu masalalar bo'yicha ham hozir yangi qurilish bo'lyapti-da, shu qurilish bitishi bilan mana 2026-yilning iyun oyida agar bu qurilish bitiladigan bo'lsa, bularni texnik jihozlash uchun ham pul ajratilishi kerak bo'ldi. Demak, buni ham biz inobatga oldik. Shu bilan elektr energiyada nogiron va nogironligi bor xonadonlarga e'tibor, ularga yordam. Bunga ham mahalliy byudjetdan ajratiladigan pul masalalarini ko'rib chiqildi. Albatta, viloyatda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida muayyan ishlar bajarilgan, ammo shu bilan birga yechimini kutib turgan masalalar ham yetarli. Jumladan, yo'llarning sifatsiz ta'mirlangani oqibatida ular muddatidan tezroq yaroqsiz holatga kelmoqda. Bu esa aholining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Doimiy komissiya yig'ilishida Jizzax shahri va unga tutash hududlarda ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan 2026-2027 yillar mobaynida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi viloyatda byudjet daromadlari prognozining bajarilishi holati, qo'shimcha manbalarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning byudjetga to'g'ri hisoblanishi, amalda to'langanligi hamda soliq qarzdorligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishda shuningdek mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan ajratilgan mablag'larning foydalanishi ustidan nazoratni o'rnatish to'g'risidagi 2026-yilda belgilangan rekonstruksiya qilinadigan va ta'mirlanadigan ko'priklar ham yo'l o'tkazgichlar to'g'risidagi hamda kun tartibidagi boshqa muhim masalalar bo'yicha mas'ullarning hisobot va axborotlari tinglanib, mazkur masalalar bo'yicha zarur taklif va tavsiyalar berildi.